Ramazanda himmet, irade özgürüdü. Bir kişi mundaq deydi. Ramazandan ilgiri mening iradem bek aciz, himmetim yok idi. Lekin Ramazan kirish bilan butunlay o'zgardim. İslam ummatimi o'zgardi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la udvana illa ala zalimin. As-salatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve kırındaşlar. Ramazan Üzgürüş İyidur namlıq programımızın 8. halqısı. Ramazanda himmet, irade özgürüdü. Bir kişi mundaq deydi. Ramazandan ilgiri mening iradem bek aciz, himmetim yok idi. Namazga bek sus idim. Kur'an tilavetlerini külläçe Kur'an'ı qolamga ilip bakmaydım. Yani her güne adet kılıp ma'lum miqdarda Kur'an o'qishni özemge adet qilmagan. Nafl amallarni asli qilmaydim. Bunun hammasi turmush ishlari va jahondachilik ishlari bilan mashg'ul bo'lib ketganligim uchundir. Lekin Ramazan kirish bilan butunlay o'zgardim. İslam ummatimi o'zgardi. Chiroqlar yoridi, farzandlar xursand bo'ldi. Kishilar bir-birini tabriklashga boshladi. Bu ishlarning hammasi mening isloh bo'lishim ve özgürüşümge turtki bo'ldi. İradem kuchaydi. Ramazan uchun bo'lgan mushu tuyg'u isloh bo'lish va o'rinliqni tashlashga rag'batlantirdi. Shundaq. Ramazanda hamma narsa o'zgardi. Hatto insonning himmat irodasi o'zgardi. Ramazan bo'lsa bo'shab ketgan iroda, ojizlab qolgan himmatning iloji ve ölümlük doğrusudur. Ramazan kelmese nurgun kişiler taravih namazı ve Kur'an-ı Kerim'ni hatmi kılışını, tamam kılışını isigimi anmaydı. Ramazan kelgenden keyin ular keçini bidar ötküzüp teheccüd namazı, taravih namazı ve Kur'an tilavetleriga meşgul boludu. Allah subhanahu ve taala bundaq kişilerini süpetlep Kur'an-ı Kerim'de şundaq eytidu. Tatacafa junubuhum anil madaci'i yed'una rabbahum khawfan ve tama'a ve mimma razaqnahum yunfiqun. Ularning yalları orun köpütün yirak boludu. Yani ular Ramazanda keçileri az uxlaydı. İbadetini köp kılıdı. Perverdigarının azabından qo'rqib, rahmetini ümit qilib ve biz rızık qilib bergen narsalarni yaxshilik yo'llarga sarf qiladi. Kishilarning insonlar bilan birga yig'ilishayotganligi, Qur'on tilovat qilayotganligi va bu orqali qalbining titrayotganligi, ilgari mol dunyoga bak yerisman bexil kishilarning Ramazon munosabati bilan kishilarga xayri ihson qilib va kishilarga yordam qilayotganligi bu Ramazonda ko'p ko'riladi. Shuning uchun bu oy özgürüşünün yaxşı fürsəti, belki insandaki özgürüşünün merkezi aparatı hesaplanıdı. Yani bu insanın iman ve yaxşılık yolları bilen tolgan kalbiden itilip çıkan himmet iradeden ibaret. Ramazan'ı himmet ve keskin irade deb oylagan ve uç bayan kılgan kişiler hatalaşmagan oldu. Ramazan'ın nurları kalbinin bağışını yorutudu. Azalarını ötkür kılıdı. Onundan horulluq çang tozanlarını sürüp taşlaydı. İnsanı samimilik bilen Rabbinin tarafiga yürüşke yüzlendirdi. Şunun için ilgirki selef salihlar, yaxşı kişiler, takvadarlar Ramazan iyida cihatga o'xshash qiyin amallarni nayeti qizg'inlik bilan qilatdi. Bular ro'z tutup herkes acizlab qolmaydi. Ularning himmet iradesi intayin kuchli edi. Tarix qarab baqsaq, İslam tarixidagi meşhur iki cihat mı Ramazan idi bo'lgan. Hijriyaning 2-yili İslam tarixidagi tunji qitimliq cho'ng cihat Bedir urushi Ramazan idi bo'lgan. Shuningdek, Hijriyaning 8-yili Makkaning fath qilinishidan iborat bo'lgan bu katta cihat mı Ramazan idi bo'lgan. Ramazanda ro'za tutish u vaqtdagi musulmonlarningki irodasini bo'shashtirmagan, balki ularning irodasini tovlab, tixmo kuchlantirib, Allohning roziligi uchun har qanday qiyinchiliklarni yengadigan mustahkam irodani barpo qilishga turtki bo'lgan. Undan keyingi olim ulamolarmi Ramazan idimi nurg'un jafoli xizmatlarni, shundaqla Alloh yo'lida jihad qilishni tark qilmagan. Alloh taolo bu to'g'rida mundaq deydi: "Wasari'u ila magfiratin min robbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-darra'i wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas Vallahu yuhibbul muhsinin. Yani Perverdigarınlarning mağfiratiga ve takvadarlar üçün tayyorlagan kengligi osmon zamingacha keladigan jannatga aldiranglar. Takvadarlar kengirchilikdimi, qiyinchilikdimi Allah yo'lida
pul mal sarf qiladigan, o'ch ilishga qodir turib ochchig'ini yutadigan, yomonlik qilgan yoki bo'zak qilgan kishilarni ko'chirib o'tadigan shundoq esil kishilardir. Mana bu solihlarning yaxshi ishni ko'p qiladigan aqlli kishilarning odatidir. Ular Ramazonda yaxshilikqa hammadan bak aldiraydi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Innahum kanu yusari'una fil khayrati va yad'unana raghaban va rahaba va kanu lana khashi'in." Ular yaxshi ishlarni qilishga aldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qilatdi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qilatdi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni Ramazon oyida o'ziga yuzlanadigan, o'zining rahmatini umid qilib, azobidan qo'rqib, xolislik bilan, samimiylik bilan amal ibodatlarni qiladigan haqiqiy taqvodor mu'minlarning qatoridan qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.